O dahshat qishloq ekan, bor endi mana shu qishloqda yashayman, lekin bu yerda men uyim yo'q, qanday yashayman? Mayli qayerdandir uy topish kerak. Shu kimniki ekan, meni 100-qishloqdagi uyim mana shunga 99-qishloqdagi uyim shunga o'xshardi. 100-qishloqdagi uyim mana bunaqa joyda joylashgandi. Bu joyda nima joylashganligini adashmasam shu joy bo'sh bo'lsa kerak. Da mana bu yoq bo'sh ekan. Rostdan shu yerda uy qurib yuboraymikan? Yo'q, bu yoq menimcha unchalik yaxshi bo'lmaydi. Bu yerga boshqa narsa qurilsa kerak katta ehtimollar bilan. Yo, mana bu qorovulxonani oldidan quraymikan, men qorovul bo'lib o'tiraverardim. Yo'q, bo'lmaydi. Aytgancha, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Joh akalar, yangi kanalimiz, qanaqa yangi kanalimiz? Yangi qishloqqa ko'chib keldim akalar. Kanalga obuna bo'linglar, o'shaning uchun ham videoga like ham bosinglar. Men nimaga bunaqa bo'lib qolgan? To'xtanglar, buni tuzatmasak bo'lmaydi akalar. Qayerdandir mana shu yerga blok topib kelishim kerak. Shunaqa blokdan 3 ta topib kelish kerak. Mana shu yerdan chopaymikan? Yo'q, bu yerdan chop bo'lmaydi. Qayerdadir yo'l ortiqcha bo'lib qo'ygan bo'lsa, o'sha yerdan chopib yuborsam bo'ladi. Bu yerda ortiqcha yo'l menimcha bo'lmasa ham kerak akalar. Aytgancha, akalar bu yerda mani uyim yo'q, hali bilsanglar agar. Yo'q, bilmaysizlar. Nimaga bilmaysizlar? Axir uyim yo'q rostdan ham. Bilaman qayerdan unaqa blok bo'lganini. Mana bu yerda tiqilib yotibdi. Mana shu yerdan olib borsam bo'ladi. Akalar, o'shaning uchun hozir uy qurishim kerak. Uyda qanaqa qilib qurishni, qayoqqa qurishni hali o'ylab ko'rganim yo'q. Birinchi o'rinda janob merdan joy so'rashim kerak. Joy bergandan keyin boshqa kerakli narsalarni so'rashim kerak. Xullas, janob merda o'ziga qurdirib yuborsam ham bo'laveradi-ku, lekin janob mer uy qurishni bilmaydi. Mana shunisi yomon. Karochda hozir janob merda yoniga boraman, aytaman, menga uy kerak, karoch qayerda bo'lsam yashashim kerak, sizlar yashayapsizlar-ku deyman. Endi bu qishloqqa karochi 100-qishloqdagi hamma ko'chib keldi akalar, chunki bu yangi qishloq, 71-qishloq. O'shaning uchun hamma ko'chib kelgan. Merga shifoxonani ham olib keldik. Birinchi o'rinda akalar borib janob merdan so'rayin. Mana shu uy bor, u dahshat, lekin yo'lda ustiga qurilgan. Shu uyda oboraymikan? Janob merdi ishxonasini yonida o'zi ham kerak, lekin janob merdi ishxonasi bu yerda. Uyi mana yoqqa akalar, shuncha uzoqlikdan kelib ishlab ketadi janob mer bechora. Nimasi bechora bilmayman. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Kecha nima gap? Tinchmisiz o'zi? Bo'ladi. Nima gap? Nima problema? Karochda ham narsalarni olib ketgan kelgandim. Olaver. Karochi bu yoqda aytgancha men telefonim ham bo'lish kerak edi bu yerda, lekin telefonimni ko'rmayapman. Telefoning narigisiga. Mana ungami? O'shanda bilar ekansan, mendan so'raysan. Prosta taxmin qilib ko'rdim. Bo'pti, mana bu ikkita narsangni ham olib ol. Kerak emas sizga ular. Mayli, o'zing bilasan. Karochi, uy qurmoqchimisan? O'shanga joy kerak edi. Bitta joy bor, lekin takoy joy. Qanaqa joy? Bu yer olib kelib beradigan jetil emas, u odam bor, o'shani yonidan bo'sh joy bor, katta. O'sha joyda qursang takoy bo'ladi lekin. Rostdan ham lekin. Bo'pti, borib qur. Mayli janob mer. Voy, sen nima asabni buzaverasan har doim? Har doim shu yerdan tushaverim, sen kelib turasan doim. Chunki men bu yerda qorovuliman, tentak. Uzr, brat, kechirasiz, brat, bilmabman. Mana shu joyda aytyapti janob mer. Stop. Kallangni olib tur, bir narsa ko'rinmayapti. Tushunmadim. Qanaqa narsa ekan? U g'alati. Bu yerda mototsikl bilan blokka kirib ketganmi? Qanaqasi kirib ketgan akalar? Yo'q, buni qanday chiqazaman endi? Okey, chiqmayapti-ku bu. Kuchim yetmayapti shekilli. Kuchim yetmayapti akalar. Voy, itarsamchi. Yo'q, baribir akalar, kuchim yetmasa, tushunmadim. Kim bu yerga bunaqa qilib qo'yib ketgani hayronman bor. Menda ragatga bor aytgancha. Bu yoshligimda olgandim. Qanday o'tadi? Tosh kerak buni otish uchun. Qani, tosh bittada o'ldirib yubordim-a. Naxotka akalar. Qochib ketdi onu. To'xta. Sen qochganing bilan men seni akalar, bu bittada urar ekan. Menga quroldi nima kerak bu ragatga turgan joyga. Bo'ldi, bu turib tursin, payga hech kim ko'rmasin. Ish boshlaymiz akalar. Birinchi o'rinda mana uni olib tashlash kerak. Lekin buni qanday olib tashlasam bo'ladi? Blokni birinchi o'rinda olish kerak menimcha. Kirka boraman-da, bemalol olib tashlasam bo'ladi. Mana nima narsa bu? Qanaqadir g'alati narsa berdi akalar. Mayli, buni olishim men kerak yo'q. Mototsiklni olib turib parkovkaga borib qo'yib kelaman karochda. Parkovkada tursin mashina. Menga kerak emas mototsikl, mashina demoqchi bo'layapman. Mototsiklni yoki kimnidir uyining yoniga qo'yib qo'ysam, to'xtanglar-da. Mana shu yerga qo'yib qo'yayin. Aytgancha, men do'konchi brat dastavka yetkazib beradigan xizmati bor. Brat, bilsangiz bilarsiz, sizga mototsikl olib keldim. Mana shu mototsikldan foydalanib dastavka yetkazasiz. Do'konda hech narsa qolmabdi-ku. Sotib oldim hammasini. Tushunali bo'pti brat. Mayli, rahmat. Arzimaydi. Endi menga bir ikkita narsalar kerak uy qurish uchun akalar. Zakaz qilganman, kelgan bo'lsa kerak. Men zakaz olib kelib beradigan bratanga aytgandim.
Yo, aytmagandim, aytganim shekilli. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum, kej og'a. Keldim, zakatlarim keldimi? Kelgan, pulini ber. Pul pulga kelishganmidik. Bepulga beraman, tentak. Bo'pti, hozir janobiydan so'rab ko'ray. Janobiy menga pul berammikin qizzaga. Oh, agar pul bermasa-chi, ko'chada qolib ketamanmi? Janob mer aytgancha, menga pul bermasangiz bo'lmaydi. Uy qurish uchun menga xomashyo olishim uchun pul kerak. Tapor bilan kerkang bor, o'rmondan borib yig'ib kelsak bo'lmaydimi? Endi tayyorini olmoqchi edimda. Qancha ekan? So'rash esimdan chiqibdi. Hozir telefon qilib so'rayman. Allo, brat, qancha edi ana narsalar narxi? $300. $300 ekan. Bo'pti, olib kel tez. Janob mer berasizmi? Mayli, ola qol. Lekin qarada, menga ancha payt bepul ishlab berasan. Bu yurgan ishlarni o'z vaqtida qilasan. Mayli janob mer, o'zi shundoq ham qilyapman-ku. Bo'pti, so'ra endi. O taporingni menga ko'rsatma. Belkurangni ham ko'rsatma. Telefoningni ham ko'rsatma. O'zimni ham ko'rsatmayman. Bo'pti, brat, sog' bo'ling, qarochi. Hech narsani ko'rsatmasam o'zi nima qilaman bu yerda o'tiribdi. Akalar, qarochi, mana bu narsalarni olib qo'yamiz, ortiqcha narsalar kerak yo'q menga. Hozir ana bratdan narsalar olib brat, pullarni olib keldim. Shu joyga qo'yib yuboraymi? Yo'q, o'zimga ber. To'xtang, o'zingizga bergandan ko'ra joyga qo'yganim yaxshi-yu, o'zingiz ola olmaysiz baribir. Mayli, o'zing bilasan. Qarochi, qo'ydim, bo'pti, sog' bo'ling. Mayli, kep turaman, bo'pti. Tak, brat, o'zi ham vak bo'lib qoldi o'zi ham. Tak, men bu yerda akalar tekislab yuborish kerak. Birinchi o'rinda bizga bel kuray kerak. Qani bel kuray? Bunaqa yangi bel kuray olganman. Mana bunaqa takoy akalar, ko'ryapsizlarmi buni? Bu Yorvaration bel kuray o'zi ham kattagina. Bo'ldi, qarochi, o'sha tomon tekislab yuborsam, kattaroq birorta chiroyli qilib uy qurib yuborsam, aytgancha 30 ming obunachi bo'lsa, asosiy kanalimda xotinimni olib kelaman. O'shani 100-qishloqqa emas, mana shu qishloqqa olib kelaman obunachilar. Sizlarga mana shu qishloq yoqyaptimi, yo'qmi? Kommentariy yozib qoldiravering pakashto. Rostdan ham xotinimni olib kelaymi yo'qmi mana shu qishloqqa? Lekin rostdan ham takoy qishloq ekan. Bora uyni qurib olsak, kakiriz yangilik hech kim xalaqit qilmasa kerak bu qishloqda. Voy nima deyman, xalaqit qiladigan bo'lsa ham atak 2 qavatli uy qurib yuboraman akalar. Ko'pchilik joyga 2 qavat, uyingizni 2 qavat qiling deb kommentariy yozgan ekan. O'shaning uchun 2 qavatli uy qurib yuboraman akalar. Birinchi ideya qilish kerak, qanday qurishni, zina qilish kerak maqdan bitta chiqib keladigan. Keyin uy 2 qavat qilsam qishloq ko'rinib turadi-da akalar. Xohlagan joyimni ko'rsam bo'ladi ikkinchi qavatdan chiqib. Qayerdan qursam bo'ladi? Tog'li joydan quraymigan yoki? Bu ham variant, lekin yaxshi variant emas. Qanday qilsam ekan, vashcha o'ylantirib qo'ydi boru. O'ylab ko'rish kerak. Garaji ham bo'lsa zo'r bo'lardi, lekin bilmadim, lekin qanday qilsam ekan, bu yerda ikkinchi qavatga chiqib ketadigan yo'l qilsam bo'ladi, jitilda uydan foydalanib. Rostdan ham normallik bo'lib qolsa kerak. Birinchi o'rinda bizga bitta verstak kerak akalar. Verstagimiz bo'lsa, hamma narsa qilib tashlasak bo'ladi. Verstakni qayerga qo'ysam bo'ladi? Mana shu yerda turib tursin pakashto. Shu yerdan kelib ishlatib ketaveraman. Tak, menga hozir mana bunaqa yarimtalik blok kerak, bir nechtaligini aytmayman sizlarga, chunki bu sir. Sir degan yeydigan sir emas, bu oddiy sirdaqa sir akalar. Sirdaqa sir qanday bo'ladi? U sir jo'xa desanglar agar, bilmayman akalar, prosta hozir o'ylab topdim bu gapni. Tak, bunaqa qilamiz, bunaqa, mana bunaqa yetmas ekan. Tak, qolganini qanday qilib yuborsak bo'ladi? Nimadir qilish kerak-da akalar. Hozir o'ylab ko'rishim kerak, o'ylashim kerak, va shu o'ylab tashlashim kerak. Baribir kelmadi akalar, kallaga hech narsa g'oya kelmadi akalar. Mayli, hozir bitta pakashto daraxt bor o'manda. O'sha daraxtlarni qo'yib chiqaverayin chiqani. Uyda orqa tomon shu joyga to'g'ri kelamiz shunda. Shu tomonga to'g'ri kelar ekan. Tamomini olib tashlaymiz, chunki pastroqdan chiqib keladigan bo'lsa, baquvvat bo'ladi uy. Hozir o'rta qavat, bu yerga bir qavat pol bo'ladi. Polni hisobga oladigan bo'lsak, yo polni yer bilan bitta qilib yuboraymikin? Yer bilan bitta qilib yuboraman. Shuning uchun ichini qazib chiqish kerak akalar. Bu yerda bunday qilib turib, to'xtanglar-da, boyagi yarimtalikdan bu yerga bitta qo'yib yuboraylik, chunki g'alati bo'lib turibdi. Bu yog'iga bittalik qo'yib yuboramiz. Bu tomoni paka ochiq turaversin, mayli, kerak emas. Ostini qanaqadir omborxonami nimadir qilib yuborsam bo'laveradi. Bu tomonlama qanchalik katta bo'lishini hali o'zim o'ylab ko'rganimcha yo'q. Menimcha shuncha bo'lsa takoy uy bo'lib qoladi o'zi akalar, anchagina chiroyli bo'lib degandek. Mana bu tomon garaj bo'ladi. To'g'ri kirib kelish, mana bu tomon to'g'ri garaj bo'ladi-da. Mana bu tomon asosiy uy bo'ladi. Lekin bir tomondan g'alati bo'lib qolar ekan. Mashina keladi, mana mashina keldi, to'g'ri kiradi mana bu yerga. Bu yer garaj bo'lyapti. Shunda bu tomon qanaqadir xona bo'ladi yana. Yo'q, normal akalar, chotki. Men o'ylashim bo'yicha zo'r chiqadi, ko'rasizlar hali. Xo'p. Menimcha shu yerga kelar ekan rostdan ham da.
ikkita to'xtanglar-da, qo'limga ari qo'nib ketsin, maylimi? Ari qo'nib prosta qo'nmasin, chag'ib chaqib ketsin, короче. Tak, ikkita, uchta, to'rtta, tak, to'rtta bo'lsa bitta kam bo'lib qoldi akalar. Bu tomon nechta bo'lgan? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta bo'lgan. Shunda to'rttada bu tomon bitta kam bo'lib qolibdi akalar. Shuni chiqamizda, shuni qo'yib yuboramizda va uni qaytadan sindirib yuborish kerak. Takoy endi bu tomondagilarni ham shunday qilamiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta takoy. Bu tomonga kelamiz endi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, ya'ni usti qavat 4 ta bo'lib qoladi shunda. Garaj tomonni ham xuddi shunday qilib yuborish kerak, ya'ni garajda eshigi sal kattaroq bo'ladi. O'shaning uchun ham daraxtni mana bu yerdan qo'yamiz. Bitta, ikkita, uchta, zina ustidan chiqib qo'ysam bo'ladi 4 ta va 5 ta akalar. Menimcha yo'l chiqyapti rostdan ham. Sizlarga yoqyaptimi yo'q, albatta kommentariy yozinglar va mana 71-qishloq yo'qdimi yo'qmi uni ham yozinglar, chunki bu qishloq yangi, vashshi yangi akalar, yappa yangi, chilt yangi deydi-yu. O'shanaqa yangi qishloq, bu yerda hali hech narsaga javonchalik tushunib qo'yganim yo'q. Qayerda nima borligini sal-pal yodlab oldim-ku, lekin vashshi unaqa sizlar o'ylagan darajadagi yodlab olish bo'lmadi. Tak, bugun bu videoda akalar mana shuni o'zini tozalab olishimga anchagina vaqt ketib qolar ekan. O'shaning uchun endi uyni qurilish qismlari, boshqa qismlarni keyingi videolarda asta-asta ko'raverasizlar. Agar sizlarga mana shunaqa yangi qishloqlar qiziq bo'lsa, yana bitta qishloq qurilishi bo'lyapti hozir. U qishloqqa ham ko'chib borishim mumkin. U qishloq atashmasam 71-qishloq bo'lsa kerak akalar. Yo'q, u 71 emas aytgancha. U Johaning qishlog'i deb nomlanadigan qishloq akalar. U qishloqda hech qanaqa nom berilmagan hali. Prosta Johaning qishlog'i deb ataladi. Bu yoqqa men taxta qo'yibman, bu tomon tosh bo'ladi, chunki garaj bo'ladi dedim-ku. Garaj bo'lgandan keyin tosh bo'lishi kerak bu tomonlar. Tak, mana bu tomon, mana bu tomonlar taxta bo'lsa bo'laveradi, chunki bu tomoniga o'sha meni o'zim, короче, nimadir quraman, omborxona, mana shunga o'xshash nimadir qurib yuboraman akalar. Bu tomoniga yoki o'zim polzekinlarim yoki boshqa narsalarni qo'yib qo'ysam bo'laveradi. Ko'pchilik o'zi YouTube'da 2 qavatli uyda yashayapti YouTuberlar. O'shaning uchun men ham 2 qavatli uyda yashayverayin deb 2 qavatli uy qurib yubordim, lekin mana g'alati bo'lib qolibdi akalar. Mana bitta oldinda bo'lib, mana bitta orqada bo'lib qolibdi. Buni to'g'rilab olmasak g'alati bo'lib qoladi akalar. Davayt buni kesamiz akalar, daraxt kesmasak bo'lmaydi. Qiyshiq qo'yib yuborsam, keyin uyim qiyshiq bo'lib qolsa, uyim kuydi bo'ladi-ku. Yo'q, uyim kuydi dedi-ku, uyim kuydi bo'lib qoladi u yog'i. Tak, bizga daraxt kerak. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta qo'yamizda. Hoppa, ulgurmadim. Hannechivo akalar, mana endi bitta daraxt tushib qo'ygan ekan. Keyin o'rtaliqni ham qazimagan ekanman. Qazib yuborish kerak bu tomonni ham. Menimcha takoy bo'ldi akalar, bo'ldi. Всё, tamom. Endi qolgan qurilishlarni albatta keyingi videolarda ko'rsanglar bo'ladi.